Bugun sizlar bilan hammomda go'shtli pirog tayyorlaymiz. Tayyormisizlar? Qani ketdik. O'rtoqlar, sizlar ham kunduz issiqga chidolmayapsizlar. Men kechgacha umuman ko'chaga chiqayotganim yo'q bor. Salqinda o'tirib kechki payt sal ko'chaga chiqsam chiqyapman, bo'lmasam yo'q, faqat uyda o'tiribman bor. Bahor tugamasdan shunchalik issiq bo'lsa, yozda saratoniga kelsak qanaqa issiq bo'lar ekan o'rtoqlar. Siz qaysi viloyatdasiz va viloyatingizda necha gradus issiq bo'lyapti? Kommentariyada yozib ketinglar. Farg'ona sal salqinrog'ida bor, Toshkent dahshat kuydiryapti. Yana ham men Chilonzorda turaman, daraxt ko'p, sal bo'lsa ham shabada bo'lib turadi. Go'shtli pirogga keladigan bo'lsak, somsa bilan bir xil bo'ladi. Ya'ni lola somsa bilan xamirini xuddi shunaqa pisochni xamir qilasizlarda, tezda buyog'i bo'lib ketadi. Somsa qilib ovora bo'lib o'tirmaysizlar. Kartoshkani piyozni yaxshilab mayda qilib to'rg'agandan keyin go'shtni shunaqa qilib chopperdan chiqarib olasizlar. Men kattaroq idishim yo'qligi uchun shu to'rtburchak jomcha idishni ichiga soldim. Bo'lmadi, keyin ag'darib bunisiga solmasam to'kilib ketdi-yu. Tuz soldim, hamma yoqda yaxshilab solib, yog' quyibman. Yog' quymaslik kerak ekan. Jichcha xamirimni yumshatib qo'ydi, ichidagi masallig'i, suvliligini hisobiga. Keyin xamirim ikkiga bo'lib olgandim, kattarog'ini pastga soldim. Yaxshilab yoyib olganimdan keyin ichiga qiyma solib turib, ikkinchi xamirimni qiymani ustidan soldimda, yaxshilab vilkada ezib chiqdim. Vilkada teshicha qilmasalaring ishi pompa bo'lib qoladi. O'tgan safar menda xuddi shunaqa bo'lib qoldi, lekin borib shu go'shtli pirog pishirib olgunimcha uyim hammomdan farqi qolmadi. Shunaqa issiq bo'lib ketdi oshxonam, terlab saunada yurgandek o'zimni his qilib pirog pishirdim. Sizlar ham shunaqa piroglar pishirib turasizlarmi? O'rtoqlar kommentariyada yozib ketinglar. Sizlar viloyatlaringda necha gradus issiq bo'lyapti?